Jajama biznesini boshlash uchun, jajamachi bo'lish uchun nimalar kerak bo'ladi? Ruxshona nimalardan boshlaymiz? Qancha xarajat qilsak, biz sizga o'xshab jajamachi bo'lamiz va nimalar olishimiz kerak, necha razmer olishimiz kerak, biz buni bilmaymiz deb juda ko'pchilik qizlar yozadi. Qizlar, mani bunga sizlarga yechimi bor. Men o'zim furnitura sotyapman. Shunaqa chiroyli toshlar, har xil jajamalar nima kerak bo'lsa hammasini o'zim sotyapman. Bemalol mendan xarid qilsanglar bo'ladi. Profilim shapkasida furnitura zakaz qilish bor. O'shani ustiga bossanglar, sizlarni Telegram gruppamga olib o'tadi. O'sha gruppamga kirsanglar, hamma furnituralar narxi bilan birgalikda yozilgan. Qanaqa furnituralar kerak bo'lsa, bemalol olsanglar bo'ladi. Luks furnituralar deysizlarmi? Hammasidan bor. Toshlar hammasidan bor. Bemalol o'zimdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Bemalol 300 ming, 400 ming bilan jajama biznesini boshlasanglar bo'ladi. Buning uchun men sizlarga yordam beraman. Ya'ni mendan bemalol furnitura xarid qilsanglar bo'ladi. Mendan furnitura xarid qilish uchun direktga furnitura so'zini yozib qoldiringlar. Meni o'zim sizlarga aloqaga chiqaman.